Assalamu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Yana qarshinglarga chiqib qoldim. Bugun menga bek jiq kishilar men uchun bir yozilgan dostonni evatib qo'yibdi ayrimxonamda. Shuning bilan bu dostonni bir o'qib chiqdim. O'zimni so'zlagan nimalari borki, bu yer so'zlasamla u qarshi tarafning ismini olib qolgan bo'laman. Anadagi u mazmunlardan birdan bir tepib olasizlar. Onundan ben o hanımıma dedim, ben sizge qartıp demedim, özünüzden sehrepsiz dep biraz näse yazıp koydum. Hoş, teminin özgüle kirey. Bana sual koyganlarmı xeli bar. Azı meningki men özemnikini sözleşten ilgiri Türkiye'deki bir hanım kızlarını tilga alay. Ular İstanbul'da turmaydı. Tikimçilik bilen şog'ullanydı. 4 aile uşaq balları bilen bir öyni ijara qilib turibdi. Ular növbet bilen birisi mallarını ötküzgüçi boğa arlıqta qağallarınınki ballarını birisi qarış berdi. Tikimçilik bilen şog'ullandı. Ballarıga birisi qarış berdi. Erleri yok ulanınki. Lekin şunda çiraylıq yaşayatgan bir yurtdan emas, 3 yurtning 3 yurtdan kelgan 4 aile kişileri bir öyde turdu. Ular tirishdi. Şu virus mezgilede, Xitay virusu mezgilede azırak qiyinchilik yo'liqqan chog'dami azırak ariyat kelib turib, uningdiki yana qaytarib bersak deganda biz olmadik. Olmay ularga yordam bo'lsin dedik. Chunki nayt jiq bo'lmaganlar bir pulni so'rab turdi. Shu uyimizning ijarasiga biroz qiyinchilik bo'lib qoldi deb bir oydan baldur berib menga o'tib ekandik o uyning ijarasini mi tehi. Ular şunda tirishdi. Tirishganlar bor. Balları uşaq. Balları rast uşaqdi. Erleri vatanga bir narsalarni qilamiz deb ketib, shu petim kelamay qolgan. Hergiz ägi tegib tayyorib o'ltamapti. Eri vatan ketgili 6 yil bo'lsa, 1 yoshlik bolasi bor, menda o'ltagan xonim qizlarmi bor. Erim palanchig'i meni havoli qilgandi. Bizning issiq o'tishab qopti bizga deb o'ltirib, issiq o'tishab qilib anadikin ashundaq bo'lganlarmi bor. Onda şerefsizler var, şereflik yaşayatkanlar var. Şundaq tirişiyatkanlar var. Bugün ettigen yeni bir hanım. Bu bek numus qildim Zümrət hanım. Muşu şapılaq bek tegdi bana. Özemge aldım, muş tilamchi degan gapni. Men endi ishlay degandi. Birsiga udullaştırıp qo'ydik. Udullaştırıp qo'ysak, apirib, eliq turk. Bek yaxshi tikidike bu, bek usti tikimchike deb 120 lira berdik bugün. Ertadan başlap teximi yaxshi nim qil deb turib dedik, deb ashlaq dedim. O ayol degan xo'shal, men 120 lira topdim bugün. Bek uzunmu ishlab ketmedim, lekin bek xo'sh oldum deb turib so'z qoldiribdi. Ba'zileri degan mushu sahrab, taxlab qilib ketganlari bor. Nimanga sahraysa dapaqa, nimanga? Hey, biz bir Arabni tug'ilmasak, Arabni birlarininki xotinlari bo'lsakka biz. Voy erim baqidi deydiganga. Xalqning eridan ap xachlayapsizlar. Nomus qilsanglar bo'ladi deb nechisiga ayrim dedim. Men gap o'zdan o'z ayrimxonamda so'zlab ketganlarga deb qo'ydim. Xalqning eriga shu nima uchur yo'llaydi ekansiz? Xotinlari qaqshaydi ekan. Pul deb. Mening erimmi yo oning erimi ajoyibli bo'lib qoldim deganlar bor. Aralashganlarim bor. Ishlasang nim bo'ladi, ishlasang tishlaysa. Bugün eğir kelgan bolsa, onundaki xo'sh o'rningdan turgan vaqtingda eğir kelmaydigan bo'ldi mening gapim. Hey, menmi Yevropaga mondoq kaltak 1 kilo oltinni ko'tarib kelgandim emasmi? Mush petim, mushundaq petimchi kelib, o'ltirim chiqdi. Chiqqandan keyin tezdan til o'rganish jarayonidan ish topdim. Xalqning mehmonlarni kutib beramiz, uyiga berib. Qachilarni yuvib beramiz, mehmonlarni kutib, ballalarim bilan tang borman. Berib, mehmonlarni kutib beramiz, uylarni chang to'zang süpürgich süpürüp etib, pokizlab turib qaytamiz.
Anandan keyin oilalarininki çöplerini kesişip bermez. Oğlum berip kılıdı. He. Mushundaq yaşagan. Biz hökümetning qaysi tüşküdün qaysi pul chiqib deganini bilmaydiq. Qat'iy. Keyin so'rab almagan biz hökümetdan. Shuning uchun qaysi tüşküdün pul chiqidi, sotsialning pullarni biz bilmaymiz. Chunki ap baxmagan biz. O yatlab ketgani bilan boshqa Uyg'urlar yatlab ketgani bilan biz undaq yashab baxmagan. Shaxsan mening uyimdagi hech kim undaq yashab baxmadi. Bolalarimni o'qiyotidi, o'zining ishini ishlaydi, o'qib turibmi ishlaydi. Men do'konlarga u bo'laga ishlatkizmadim bolalarimni. Sababi pul tepishga o'rganib qolsa keyin o'qig'ili unmaydi deb turib. O'qishni bitagandagi ishlaysa deb. Yuqroq o'rlagandan keyin maktabni o'qituvchilik yana bir yerlardan ish chiqar ekan. Shu yerlarda ishlab turdi. İşten sırt. İşledik. Bizmi? Men degan mashin tepishni o'rgangan ayol emas. Undaq o'tmagan. Opam shunda usta, singlim shunda usta. Men uni qiziqmaydim. Meshak kelib, ishlarning oyog'ini pukishni hammani o'rgandim. Tamoqqa shunda epim bordi. Azaldan sirtda yemaymiz. Sizlar 3 vaqt turib do'kondan narsa yelayotgansizlar. Biz halol narsa yeymiz deb turib, biz do'konda tomoq yemaymiz. Nimalardan? Bir nima yemaymiz. Özümüz itip yeymiz. 3 vaqt hammasini uyda bo'ladi tomoq. Ondan sırt tamoqnimi sirtdan yeyish to'g'ri kelsimi, biz 3 vaqt yemaymiz. Oilaning barkati uchib ketadi deydigan dadam rahmatlik. Sizlar yelayotgansizlar taladan biz yemaymiz. Ballarni beqishmi? Ballarning kichik ekanligi shu bahona sabab bo'lamda bir odamning ishlamasligiga. Hijoblanganimiz ishlamasligimizning sababi bo'lamda. Qur'onning qaysi betida ishlamay halol amga qilmay turib jon baqsang bo'ladi degan yaba. Eng qisqasi ro'zinimi o'zingning halol mehnatingdan topgan pulga tutqiding halol bo'ladi deyilgan chiqirib qo'ydim. U so'zlaganimni telefon urib tillab, bu so'zlaganimni tillab. İşlep yatmasa muşuncu valacık ayollarni biz işlep baqalamizlar. Yevropadagilar baqalamizlar. G'arbdagilar baqalamizlar. Hamma Uyg'urni bir tilam chiqib yetishtirib chiqish kerakmi? U kelgan narsalar nereden keldi demay, hilal oyning yana bir hammasining ustida Xitoydan ishlab chiqarilgan deb barkan o aniq. Bergan pullaringlarni degan mush videoga olib ketdi. Olmagan bo'lsa-mu bo'ladi, u bu deb turib. Uzatatыңlar. Aş hijablarning ichida ermi barkan tuqqu. Og'zimni ochmaymi? Erlar barkan oshning ichida. Hijabni kiyib olgan ayollar hijab kiysa, erlarmi hijab kiyamdi? Aş navbatlashib oshaga nima degan nomusaysizlar? Xotning bilan paranglashibdi. Bir shanxo qilishib bir-biringa yarışıptımı deb. Haq videoga avvaladi ekan shunda. Rasvochilik ama Uyg'urning Uyg'ur izzat tortishni biladi. Vatandimi yamaliq deg'i, Yopurg'i mahallasi. Anandakin bu Baxulyang degan yerlardimi nimjon boti, lekin ishlaydi ayollarima. Va shunda tirishchalar boti. Anaga normadan ortiq tug'ilib qolgan bir bolanimi shunda bir ketib olsam, mush bolani bir beqib olgan bo'lsalar. Men baqamaydim deb tutqizib qo'ygan menga bir ayol. O yenimda bir ming ko'ydan o'shqaroq pul borkan tutqizsam, yo'q men bolamni pulga sotmayman deb og'ilnimag'anti. Sog'lom mening bolam. Lekin yo'ldoshim turmidi. Qiynalib qoldim. Mushta bir shaxsiy tug'ib chiqdim deb ashtaq qilgan. Aş balni bir ihtiyacı var birleriga bergandik biz apirib. Mundaqmı analar bor, qiynalganlarimi bor, qiynalmay guldek yashayotganlarimi bor Turkiyadami? Turkiyadami birsimi shundaq qilgan chaqdami birsi akatdi aşı balani beqib olay deb. Yaxshi beqivyotidi. Ko'raymi demidi apsi mehrim tushib qoladi Zumrat xonim. Ko'may balani. Yaxshi baqsili bo'ldi deb. Birsi akatdi, yaxshi beqivyotidi. Hamma nimasini hal qilib. Azroq ditinglar bo'lsin, ishlayotganlar bor. Mashin tepsa, so'g'im ish ketadi.
Tömürçülük soğumuş. Pulunu alganda ısıgın aşıdı. Başka her qanday işleşli bolsa soğun aşamda seninki. Numus degeni bilmemdik biz. Oy siz öyle oturup sözleysiz. Ben öyle oturup sözlemey, hem koçada sözlemdim, koçaga çıkıp sözlemdim. Tırışıvatqan qo'shimcha bir narsalarni hal qilolmaganlarniki hal qilib berdik. Qilyapmiz, to'g'riga chiqarib qo'ymaymiz rasm bilan. Mush yaqinda nechisi deb ketdi. Voy, mush qiyinchiligimiz bor, ahvot. Rasmingiz, videongiz evating. Men to'g'riga chiqolmayman, lekin evating desam, qaysi tashkilotdan so'rab berlar deb turib, o'z kulib yetib qolganlari bor. Ma uyat degan narsa, hayot sezimimiz degan shunchalik yo'qolibdikin, mush chet elda, vatandim ne tirishchanlar bordi, nimada uy chaqadigan yerlarda degan ayollar mush kiyimlarni kiyib meshalarda chang to'zon kirkitudi deb o'ltirib, maskalarni taqab o'ltirib, to'mirlarni chiqarib sotadigan shunda ayollar bordi. Türkiye'de su satıdığanlar mı ba? Mındaq bir otur tuş nanını satıdığanlar ba? Sultan Ahmet Caması 2015 bağında dadamını iştirip apbalsak, iştiriş belgellergi mi? Biz özümüz tegişlik hakkını berettik. Muş iştirip belgellergi mi? Aşağıda mı? Türkler yaratıp işlevatkan işini siz neymiş ki yaratmaysınız? Yerlik milletler degen çok numus kılıdı. Yerlik milletler numus kılandaş işte. Yetibiliştin numus kılıdı. Andak silerdeki yetibilişini. Aşlar işini tallamay işleydi. Gereksiz materyallarını yığış. Su potolkalarını yığıp setavatkan. İşlevatkan. Babaklarını ergeçtirip yıkıvatkan. Aşlar Türkler, yerlik milletler yetivası buludu. Aşlar mı munda kıldı edip. O özünün dövleti, özünün halkı yetivası mı kanda kısa ulağı yarışıdı. Sen sırtın geldin. Biz bu çetellik munda kıldı diyenini kıpkanlısın deyip durup yüzümüzü şunda bilimiz, özümüzü şunda bilimiz. Eğer de çetellik diyen gapni çıkıyor, baş tapşırıvatı ben deyip vakıriyalayımız. Çünkü biz oğundusunu yatmagandikin ballarımı işleydi. Okuyduğunu okuydu, işleydiğini işleydi. Eğirip gitse, acep bir eğirip gitse, işle. Oy, manda yögenge ni ayallar var. Uyuga kirip malını, künüge 50'ni tikip berse, manda tuzsizlik, mındaqlık deydi. Aşını yığıp ektidigan, maşında yığıp ektidigan erler var. Uygurlarning içinde. Aş malını ekep berdi, echikdi. Sen Zeytinburnu'da ottağınla başka yerde yaşayotgan ne Uygurlar var, onsa yatmaydigan. Kiyinişin hergiz kambag'allikqa sebep emas, bahane emas. İşlemeslikka bahane emas. Balangning bo'lishi hergiz bahane emas, uyda o'ltirishingga. Eringning yo'qligi hergiz bahane emas. Meningmi erim yo'q. Erge ihtiyacım yok, turmuşumdan mazmununu köpeytip gayrileştirmeymen, murakkepleştirmeymen deb erge tegmedim. Men 51 yaşgacha onun xeyli baldur ajrashgan. Özümge layık çıkarttı. Lekin tegmedim. Men endi tegmegenim, ballarım şunun üçün biz seyrek yaşaylı, kıstap yaşaylı, yemmeyli, keymanglar demeyme. Ballarımı çoğun bir murasimlar to'g'ri kelgancha kiyimni olib berdik, ammo tishimning orlig'idan chiqib turib bir kiyim olib bergandim. Bir faoliyatga bordiganmi. O yangi vaqtlar qiyinchilik bo'ladi, lekin hukumatda bunday qilsangiz yaxshi bo'ladi. Turmushingizniki saviyasi. Lekin haq ko'zga ilmaydi. Yerlik millat ko'zga ilmaydi. Ahlan bo'lsa, haqning bunday qarig'inini, olayg'inini, chekchayginini his qilsa. 3,5 qur 750'den 800 metre kadar tızılgan aşı uçurat. Kiyvagan aşı erkişim baken tok. Izzat atmamsa? Ayalığını o 2 qetim ivet. Özangma basan hijabni kiyip. Biz hijabga nemi tekkizmedim, til tekkizmedim, xatalashib qolma. Bu kiyinish özangning tanlashing. Lekin kiyinishing o'g'rilikqa sabab emas.
İşləməslikə bahane emas. Bika yetişki bahane emas. Ballarını qiynap qo'yishga bahane emas. Bir-biringlarga qarish berib, shunda yaxshi ishlayotgan ne xonim qizlar va hammanglarga rahmat aytaman men. O'ngdisiga yatmagan ne xonim qizlar va shunchalik so'yinaman ulardan. Ügüninglar, ulgilinglar, hammadam yatmidi Turkiyada. Sat turdi. Ketmemse deydiganlar barkan. Tilamchi deydigan biz tilimizdek so'zlar ketamiz. Biz tilimidik u yerda yashamaymiz deb ketdik deb. Izzat tortishni biling. Bir nima yozg'icha o'ylash beqib, miyadin o'tkazib beqib, anadagi so'zlang. Rahmat sizlarga.